Do'stlar, sizlar bilan Mister va bugungi video esa biz Minecraftda yo'q aslahalarni yasaymiz. Qanunda ketdi. Xo'sh, birinchi bo'lib taraqcha bo'lamiz. Spam bo'lgan joyimiz yomon emas. Mayli bo'ladi. Va u qanday aslahalar Minecraftda yo'q aslahalar. Sizlar har xil craftdagi aslahalarni aytayotgan bo'lsangiz, yo'q, unaqa aslahalar emas. Men nima desam, Minecraft rudalardan yasaladigan aslahalar. Ya'ni lapis, redstone, zumrad, shunaqa aslahalar ham bor. Bu mod orqali men endi shu orqali mana shunaqa aslahalarni ham yasay olaman. Xo'sh. Va aytib qo'ying, lekin hamma aslahalarni bir vaqtda yasayman deya olmayman. Xo'sh. Qaniydi, mana mis aslahalar, kvarts, ko'mir va birinchi bo'lib ko'mir aslahalardan boshlaganimiz yaxshimi deyman. Va aytib qo'ying, nezorat aslahalarni yasalmayman. Xafa bo'lish yo'q. Olmos, oltin, nezorat. Chunki ular Minecraftda bor. To'g'ri, aynan bunaqa kuchli nezorat aslaha emas-ku, lekin nezorat aslaha bor. Masalan, Minecraftda yo'q zumrad aslaha. Yana qanaqa ko'mirmiz, shunaqa aslahalarni yasayman. Temir aslaha ham yasamayman, aytib qo'y. Yo, qalqonni yasashim mumkin-ki, lekin o'zini yasamasligim mumkin. Xo'sh, kirkani tezroq yasaymiz. Qaniydi hammani. Nega olmos aslahalarni yasamaysiz deyishingiz mumkin. Endi to'g'ri tushunasizlar. Ularga giper darajada ko'p olmos, ko'mir ham bor ekan-ki, ularga ko'p darajada olmos kerak va nima desam, bu topish juda ko'p vaqt ketadi. Keyin ham Minecraftda olmos aslaha bor. To'g'ri, kuchaytirilgani yo'q, ammo olmos aslaha bor, oddiy bo'lsa ham. Shuning uchun olmos, oltin, nezorat, kuchaytirilgan aslahalarni yasamayman. Yo'qlarni yasayman. Zumrad, mis, kvarts. Kvartsni yasash demak bu degani men nezarga ham borishim kerak, mayli. Xo'sh, bo'ldi, qazib bo'ldim. Birdan ko'mir kirka yasam. Mana oltin aslahani ko'rib turibsizlar. Olmos, nezorat. Hozircha esa menga ko'mir kirka. Xo'sh, qaniydi mana. Aytib qo'yay, bu ba'zi aslahalarning qobiliyati bor, ba'zilarniki yo'q. Masalan, ko'mirniki yo'q. Qanday qobiliyat desanglar, ba'zi birlari effekt berishi mumkin, olovga qarshilik yoki tezlikmi, speed, kuch ham berishi mumkin va hokazo. Xo'sh, lekin bir narsa aniq, itak olmos bilan nezorat aslaha beradi. Qaytarishmi, shunday degan aslaha beradi. Xo'sh, bu 5 o'rin. To'xta, 5 o'rin. 5 o'rin tosh qilishchi? Bir xil ekan tosh qilish bilan. Unda bitta bu itak boltasini yasasam. Bolta. Mayli. Xo'sh, birinchi o'rindagi aslahalar hali tayyor emas, lekin narsalari tayyor. Xo'sh, faqatgina katta-katta kiyiladigan aslahalar qoldi. Ularni yassam, keyingi mis aslahalarga o'taman. Birma-bir osondan qiyiniga qarab o'tishni boshlayman. Xo'sh, esingizda bo'lsa, qaysidir videomda endi aytganman, shunaqa video olaman deb va olyapman ham. Mana teshiklarga bo'lish kerak, lekin ko'mir. Xo'sh. Aytganimdek. Woho! Juda katta-ku. Mayli, kon deb o'ylabman-ku. Xo'sh, agar men hozir ko'mir aslahalarini qilsam, undan keyin lekin ko'mir aslaha tunda ko'rish effektini bersa yaxshi edi-ku, mayli. Xo'sh, ko'mirni iloji boricha ko'proq qazish kerak, chunki mis ham chiqdi, yaxshi. Ko'mir chunki ham aslaha, ham narsalar eritishga ham kerak. Misni ham olaveramiz birdan. Xo'sh, nechta jami 8 ta katta koniga, keyin 5 ta bosh kiyimga ketsa, bitta 32 ta yetsa kerak, yarim stakda. Yetadi. Xo'sh. O'rnadagi ko'mirlarni olishim kerak. Shu tomon qazishni boshlaymiz.
Umidlarimga bor ekanda. Xo'sh. Agar bloklarni sindirayotgan paytim qandaydir ovoz chiqayotgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. Buni yo'qotishning ilojisi yo'q. Nega bilmayman. Harakat qilib ko'rdim, ammo ketmadi. Hoppa. Qani bo'ldi, tayyor. Ko'mirlarni qaziymiz. Xo'sh. Bu ko'mirlarni hozir yetsa kerak. Bu itak keyin ishton. Как раз bosh kiyim, endi esa faqat oyoq kiyimga qoldi. Xo'sh. Oyoq kiyimga nechta kerak? 4 tam. Juda kuchsiz ekan. Menimcha bu jumla aslahadagi gap menimcha. Ko'mir aslahalar. Chunki kuchini ko'rib turibsizlar, juda ham bir kam qilyapti, himoya qilyapti meni. Full bo'laylikcha qanday himoya qilar ekan. Yo'stakim qanday ekan? Xo'sh. Mana wow, anchirli. Mana u qanday turadi ko'mir aslahalar, yomon emas. Yaxshi, endi esa keyingisi misga o'tamiz. Hozircha 26 ta misimiz bor. Bilaman, video ancha to'xtab qoldi, chunki men bu mislarning erishini kutkim kelmadi. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Ishdan bosh kiyim va oyoq kiyim tayyor. Hozircha 2 ta qoldi kiyim. Xo'sh, oxirgimiz va menimcha aslahalarga yetadi yarim sak. Yetish kerak. Qani bo'l. Bo'ldi, tayyor. Wow, ancha qo'noq bo'lib qolar ekan. Xo'sh. Endi bu aslahalarni kiyamiz. Wow. Bu ham deyarli ko'mir aslahadagi ham mayli. Xo'sh, ko'mir aslahalarni esa olib qo'yamiz. Umidlarimiz to'lib ketsa, ularni otamiz. To'g'ri eshitdingiz, otamiz. Chunki bular menga bir tenga qimmat. Bularni na eritib bo'ladi, na boshqa narsa. Xo'sh, endi nima yasashim kerak? Kalka, bolta, itak, qilich. Kakros yarim stak kerak ekanda aslahalarga. Xo'sh, va bular ham bularni otib o'rsam ham bo'ladiki. Versakni olamiz. Qaraymiz. Hozir tun ekan. Demak, kutamiz. Va pechkalarni sindiramiz. Xo'sh. Tosh qazib turamiz. Javons yanamiz chiqar. Endi esa to'xta. Kitobni o'tmaslik menimcha. Xo'sh. Endi esa qaranglar. Hozir mis yasadim. Ko'mirdan yasadim. Zumrad, kvarts, lapis, lazuli, lapis musha, redstone. Qaysi birini yasash mumkin? Menimcha konga tushamiz. Itak u yerdan olmos ham topishimiz kerak. To'xta. Savol, bu kirka obsidianni sindirib oladimi? Yo'q, menimcha obsidian sindirmasa kerak. Sindira olarmi? Necha o'rin ekan? To'g'ri. Demakli temir aslahani o'rniga menimcha bu. Mis aslahalar temir aslahaday jon olsa kerak. Himoyasini ham ko'rib turibsizlar, himoyasi ham ancha yaxshi. Lekin ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas bu aslahalarni. Xo'sh, ritsarni o'zimanda. Xo'sh. Bunda qayerga tushamiz hozir? Konga tushamiz. Takrasda to'xta, chuqurlik bormidi? Xo'sh. Lekin yotog'im yo'q. Shuni ham men qishli zonadaman, demak ifloslar ko'p degan. Voyki qorli skeletlar. Ularni yomon ko'raman, mayli. Unda kutamiz. Xo'sh, menimcha kun bo'ldi. Juda ko'p kutdim. Wow, kun bo'pti. Xo'sh, demak mashinalarni olamiz. Xo'sh, skeletlar yonyaptimi? Padaringga la'natlar. Bilyat, mergan bo'lmay. Endi ko'zimni ko'rdek his qilyapman. Temir. Temirlar. Bular menga hozir juda zarur, sababi oddiy.
spawnerni toshiga o'xshatibman. Spawnerni temirlar menga ana qalqon modidagi temir qalqon yasashga kerak. Tezroq. 8 ta menimcha chiqmaydi-yu. Lekin bu hozir mis aslaha olmosni sindira olish kerak. Ya'ni olmosni sindirsa olmos tushishi kerak demoqchiman. Wow. Blokni zo'r qo'ydim. Xo'sh. Menimcha ko'plar qarshi bo'lmaydi deb umiddaman. To'g'ri narsalar endi ko'zim ham sizlarga yaxshi bo'lsin deb qo'laman. Men sizlarga bir marta aytgan moddan qo'shishim ham mumkin, lekin u juda rasvo edi. Voy, chinorsin. Har shuni qo'shma bo'lsa shuncha temirni ko'rmay qolishi mumkin edi. Wow. Ancha ko'p temir bor-ku bu yerda. Tepamda, yonboshimda temir konga tushmadimi o'zi? Yo'q, menimcha aniq men temir konnidaman. Xo'sh. Yo la'nati, men bir narsa hisobga olmabman. Hozir o'zimga ancha qiyin bo'ladi endi. Nima deyishlaringiz mumkin? Men ovqatni hisobga olmabman. Ovqatim yo'q. Hozir och qolishni boshlayapman. Zombi go'shti esa meni ko'p himoya qila olmaydi. Xo'sh, tepadagi temirlarni ham hozir qilib quraveramiz. Tepadagi temirlarga esa temirlar o'ylaganimdan ko'ra ancha yaxshiroq ekan. Mayli, qalqon demak ko'pga yetadi. Aytganimda temir aslaha yasamayman, lekin qalqon yasashim kerak. O'zimni himoya qilish uchun, mayli, u ikkitasiga roziman. Mana bu ikkitasiga borib kovlab aytdim, shu yerda ikkita emas, 4 ta deb, 6 ta, nechta? 16 ta deymi? Yo'q. Nechta bu yerda temir? Temir ham ko'mirga o'xshab ko'p chiqadi degan. Xo'sh, oltin menga kerak emas edi. Nezerdan faqat men o'zimga kvarts aslahalarni yasash uchun kvarts kovlashim kerak, lekin oltin yaxshi ishlayapti. Qiziq, faqat oltin men cho'lli zonada yaxshi ishlaydi deb yurardim. Chunki rostdan ham cho'lli zonalarda juda ko'p uchraydi oltin. Itak faqat konlarda demoqchiman bu bilan. Ya'ni shunday yurgan yulduzdan chiqish ehtimoli bor, lekin juda kam. Ammo koniga tushsanglar juda ko'p chiqadi. Xo'sh. Maqam olib qoldim. WhatsApp maqam olib qoldim. Kakers, ke. O'ldir. To'xtang. Buni yechmasam, buni qiynalib ketdi, meni o'ldiraman. Tayyor. Endi kiyib olamiz. Itak. Xo'sh. Nahotki men ayiqni o'ldirsam? Ayiqjon meni kechir, ammo ovqat menga zarur. O'zi sakrayapti, ko'rdinglarmi? Hali tekkanman, o'zi menga qo'yib qildi. Endi qochish kerak. Hozir balasi, amakisi, tog'asi, jiyan, tag'a, ko'pini chaqiradi. Endi nima qilish? Cho'chqa go'shtidan yemayman-ku. Baliq yegam yaxshi-da, undan ko'ra. Xo'sh, daraxt ko'proq chopish kerak, tugab qolay debdi. Lekin boltasi yaxshi ekan, ancha yaxshi chopyapti daraxtlarni. Xo'sh, menimcha rostdan temir aslahada chopyapti. Xo'sh. Bu modlar qayerdan olayotganimni bilmoqchi bo'lsanglar, hoziroq obuna bo'linglar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar demoqchiman. Obuna bo'lganlar esa like bosishsin. Va iloji boricha do'stlaringizni ham mening kanalimga qo'yishga harakat qilinglar. Agar 100 ta bo'lsa, bu modlarni qayerga olayotganimni, qaysi kanaldan olayotganimni aytaman. Yana bitta kon.
hozir men qaysi aslahani yasashim kerak? Lapizni yasayman shekilli, mayli qaysi bir chiqsa ham yasaveraman. Yo, bu yerda xato tushibman. Yo, bu yerda ham yo'q. Yo, bekorga shuncha yo'lni bosdim ha. Xo'sh, tepaga chiqib, endi biz o'zimizga kon qidirishimiz kerak. Qishloqcha chiqsa yaxshi edi. Itak zumrad aslahani yasash mana shu haqiqiy problema bo'ladi. Zumrad aslaha anchagina qimmat. Chunki menga yarim stak zumrad kerak. Bu tasavvur qilyapsizlarmi? Yarim stakni qishloqdan so'rab tursam, menga aniq tupuradi. Lekin yog'och bilan savdo qilsam, u olishi mumkin, lekin bir tomondan o'ylab ko'rsak, ular bilan ko'pgina daraxt evaziga savdo qilishim kerak. Xo'sh. Oho, video ham cho'zildi menimcha anchagina, boshlagan joyimga qaytib keldim. Xo'sh, ikkitagina aslaha. Wow! Wow, itlar ancha chiroyli ekan qishli zonadagi. Yomon emas. Menga to'g'risini aytaman, faqat WhatsApp yotoq yasamoqchi edim, yotoq bor ekan. Xo'sh, va shunaqa ham maqsad bo'laman. Shu yerda yangi versiyalarda bitta sandiq qo'shsin, mojang iltimos. Sandiq qo'shinglar, itak sandiqqa nima solsanglar ham farqi yo'q, solaveringlar. Yeydigan narsa bo'lsa, o'zi hammaga foyda bo'ladi. Ovqat topildi. Xo'sh. Ko'chat bilan silda tashlaymiz. Mayli, yo'qdan ko'ra bor-ku. Qo'yib. Yarimtadan to'ydiradimi? Shunchalik kam. Xuddi nastroykani kishilab qo'yganda edi. Eng qizig'i nastroykani to'g'rilay desam, to'g'rilab ham bo'lmaydi. Hammasi ko'rimsiz, nima desam, ko'rinmasda, hech nima ko'rib bo'lmaydi. Xo'sh. Adashmasam menga nima kerak endi? Inventlarni to'g'rilab olishim kerak. Yotoqni qo'yib, tosh hozircha kerak emas. Yaqin o'rtada qishloq yo'qmi? Bitta to'xta. Qizil yotoqni uncha yoqtirmayman-da. Shu bitta gulni olish uchun shuncha harakat qildim. Qizil yotoqlarni uncha yoqtirmayman, tushunasizlar endi. Qaqqa ekan bu qishloq. Hozir asosiy muammoyim mana qishloq. Ya'ni qishloq topish, itak nima desam, zumrad aslahalar. Shu menga asosiy muammo bo'lib turibdi. Yarim stak zumrad ba'zilar uchun juda oddiy ishitiladi, ba'zilar uchun qiyin. Masalan, men uchun hozir oson, lekin men telefonda o'ynayman va telefonim qotadi. Xo'sh. Hozir ayiqni amakisimi, tog'asimi o'tiribdi. Indamasa kerak. Yo, indamay. Yaqin o'rtada qishloq bormi? Chankim ham yetmaganga juda kam. Sababi oddiy, telefonim kuchsiz, shuning uchun chanklarni kamaytirib qo'yganman, qotmasligi uchun. Xo'sh. Mayli, tog' tepasiga chiqaylikchi. Aytgancha, men o'zimga qalqon yasamoqchi edim. Esimdan ham chiqib ketibdi qalqon yasash. Xo'sh, to'xtanglar, agar hozir qalqon yasasam. Lava ko'l topish qoldi, lekin qishli zonadan chiqish ehtimoli juda kam. Lavali ko'lni.
Nimaga? Sabab menga hozir paqir yasay olaman va paqir orqali itak shu laval ko'lni obsidian qilib qurib ketaman-da shu. Xo'sh. Hey, odamlar. Yo'q-ku-ya, jitillar. Birontangiz javob bering. Ichgan olamiz itak 16taga 2ta qaniydi? To'xta, aslahasini aytsam. Ha, erta ekan rostdan. To'xta, hozir shunda 4 ta ko'mir ketdimi shunga? Yo'q, men nima qilib qo'ydim? 4 ta ko'mirni isrof qildim. Voy, dallo, bu yerda. Buni ko'rdim-ku men bu pechkada yonilg'i sifatida qo'yishgan-ku bu nima edi bu nomi? Shu gilamchada. Uxlatishdi shunchaki. Men o'sha videoni qidirib u pechka nima desam, ferma edi-da u. Yonilg'i fermami shunday edi nomi. Yo'q, nima qilaman? Mayli, hozircha nechta temir 5 ta yana. Qorli biyomni shunisi yomon, qancha tepada bo'lsangiz, shunchalik ko'p qorda bo'lasiz. Itak mana qorlar ham yo'qib sizning asabingizdan o'ynaydi. Kimga qanaqa bilmayman, lekin menga uncha yoqmaydi qorli biyom. Nega qorli biyom yoqmaydi? Sababi qorlarda mamlaqa cho'kib ketishingiz mumkin. Hozir cho'kmayapman-ku-ya. Lekin ba'zi joylarda cho'kib ketib, asabingizga o'ynab, shunaqa jahlni chiqaradi. Tayyor. Himoya tayyor. Xo'sh. Wow. Shunaqsa ancha chiroyli ko'rinar ekan. Ha, chiroyli ancha. Oho, ancha chiroyli manzara bo'lar ekan. Qishli biyom. Yomon emas. Xo'sh. 4 ta ko'mir ketdi-ya shunga. Demak, mana bu aslaha 8 ta ko'mir. WhatsAppda 8 ta ko'mir. Menga 3 ta ko'mir ketgandi. Shuni qo'ysam bo'lardi. Lekin ko'mir aslaha yomon emas. Mayli, bo'ladi zo'r. Mayli, salgina to'xtab turadi. Xo'sh, do'stlar. Video ancha paytga to'xtab qoldi va men juda ko'p qishloq qidirdim, ammo bitta ham topolmadim. Mayli. Deb to'xtagan paytim mana bu yerda kon ko'rib qoldim va u yerga tushishga qaror qildim. Lekin undan oldin mana bu yerda yaxshigina ko'p zombi bor ekan. Kon qaniydi? Unaqa taxtami, anavi shaxta, buzilgan shaxta topgandim. O'rgimchaklar bosib yotadi-ku o'sha joyda. Bitta portlat creeper shogirdjon. Ana bitta o'q bilan nechta quyon ketdi? Men videoda ko'rib olaman. Nechta quyon ketganini. O'zi bitta gala zombi quyon qatdan aytibmi? Xo'sh, bo'ldi, tayyor. Aytgancha ovqatlarni ancha ko'paytirdim va ko'mir oyoq kiyimlar anchagan ko'p eritarkan, to'g'risini aytaman. 35 taday narsa eritdim, ammo nima desam, pechka o'chgan yo'q. Qaniydi ana bu shaxta hozirgina ko'rdim-da. Hozirgina desam o'lib qoldim. Itak keyin yana qaytib, hayrat dedim, yotoq qo'yib qo'ydim dedim. Mana shaxta. Voy. Vatgacha redstone bor ekan. Shaqa jimgina o'tirish kerak. Itak. Xonu blok, qanaqa blok yo to'xta, lava yerganmikin. Kakras agar lava bo'lsa, menga lava kerak. Nega lava kerak? Chunki men Netherga kvarts aslahalar ham yasashim kerak. Shuning uchun. Xo'sh. Yo, what's up?
bedrockni skeletni qurib ketsin. Xo'sh, water drop qilish kerak. To'xta, water dropmas. IQni ishlatish kerak. Yo, shuncha yurganim mayli. Bu kondan roziman. Endi esa bu tomon yuramiz. Bopladim, kalla qo'ydim. Xo'sh. Ya shunchadan tepaga ko'tarilamanmi o'zim? Kalla qo'ydim rosta kamaga. Mayli. Bu konni topishga harakat qilaman. Injinerson do'stlar, men boyagi joyni topaman deb million yildan beri har xil joylarda yuribman. Buzilgan portal. Ya, nima? To'xta, bu buzilgan la'nati sindira olmayapman. Bu televizorlar shahrimida. To'xta, shunda ikkalasi to'xta, menga sut kerak la'nati, o'rmonda emasmanda. Buzilgan portalda obsidian. Xo'sh. O'sha televizorlar ham bor la'nati. Menga nechun berib qo'ydi. Tushunarsiz, bunday joy topaman deb o'ylamagandim. Yo'q, boya men bunday joydan o'tmagandim. Bo'lmasa, qirardim. Xo'sh. Iloji boricha qochishim kerak. Sandiq, menga sandiq beringlar, la'nati. Sandiq yo'qmi? Yutdinglarmi sandiqni? Qo'y la'nat. Wow. O'lay dedim va menga uchishni beribdi. Afsuski, bunday joydan men o'zimga kerakli narsani topolmayman, lekin yaxshi xabarlar ham bor. Men 3 ta topdim. Buzilgan kema topganim, itak undan xarita topdim va xaritadan xazina tomon otlandim va video olgan joyim o'chib ketdi. Ming bor uzr so'rayman, u o'chib ketdi bilmasdan. Shunda bu bilan hozir qo'shib birlashtirib yuboramiz. Endi bu joylarni endi tiklab bo'lmaydi. Lekin omad dahshatli darajada keldi. Omadsizlik ham lekin zo'r keldi. Bir sandiq chiqadi desam, bitta ham sandiq chiqmadi. Menga hozir dahshatli darajada kon kerak, iloji boricha kattaroq. Xo'sh do'stlar, mening mis aslaham sinib ketdi, aniqrog'i bosh kiyimim. Va shuning uchun men mis topishga harakat qilmoqchiman. Aytgancha men qishli biyomdan eson-omon chiqib oldim va mis topish tariqasida men kon qidirib yotib va mana bundan mis topdim. Lekin yana bir narsa topdim va undan qo'rqib zo'rg'a tirik chiqdim va bunga ham o'lib qolgim kelmayapti. Shuning uchun yota qo'yaman. Yana nima topishingiz mumkin? Men bu yerdan hamma bildiki, spawner topib oldim. Skeletlarniki qisqa balonda aytaman. Xo'sh, endi bularni bir balo qilib o'ldirish kerak. Malades. Uy. Sindir. Bo'ldi. Xo'sh. Atgancha. Xo'sh, va jonimni to'ldiramiz. Sandiqlar. Xo'sh. Boshqa skeletlar yo'q. Mana redstone va men redstone anchagan yaxshi to'pladim. 16 ta bo'lsa, hozir yana 34 ta bo'ldi. Demak, qancha qo'shildi? Deyarli 16 ta, 17 ta qo'shildi. Non esa как раз qornim ochaydi. Aytgancha tusagan bu. Mayli, lekin ancha yaxshi uchradi spawner.
nima desam, ancha yaxshi degan paytim redstone astaxalarga anavi yetarli redstone. Xo'sh, va bu o'ylash kerak, nimani o'rniga qo'ysam bo'lar. Aytgancha, men mana yurakdan ham topdim nechtadir. Xo'sh, bunga ham boda ovqat o'ylashim kerak. Yetmagan porx ham. Bu porxdan nima qilsa bo'ladi, eshitdim. Xo'sh, bo'ldi. Suyak bor, hokazo bo'ldi. Endi esa biz o'zimizga redstone aslaqa qilamiz. Faqatgina lapis bilan kvarts qoldi. Xo'sh. Va bu aslaqalarni otib o'ramiz. O'zi kiyiladi. Voy la'natda. Yetarkan. Faqat ana jinnosiz shaytonga o'xshab qoldim. Vau. Tunda ko'rish bor edi. Hozir menga nima berdi? Tezlik. Bu menga kerak, lekin tez ochiq qolish bermaydi o'zi. Tez yurgan tufayli tezlik necha berdi? 3. Normalniy. Xo'sh, TNT menga kerak emas, lekin porx kerak. Kerak emas. Kerak TNT, kerak emas porx. Til bo'lib ketdi-ku. La'nat, aylanib suldirib yana shu qishli zonaga qaytdim men. Hoppa, mayli. Endi esa farqi yo'q menga. Shu men o'zimga endi kon topdim va mana bunday bir joyga tushib qoldim. Xo'sh. Yomon emas, bu joylar ancha yaxshi ekan va keng. Bu yerdan hozir biz nima qilishimiz kerak? O'zimizda full redstone aslaha qilib olishimiz kerak. Dahshat to'g'risini aytaman, xunuk ko'ryapti-da ko'zlari. Mana buni effekti endi kerak bo'ladi. Xo'sh. Tezlik 3 dahshatli darajada qiynalar ekan. Menga aylanishing kerak eding. Xo'sh. Redstone 15 ta. Endi esa aslaqlar ursin muncha katta. Lapis. Va bu aslaqaning qudrati yomon emas, juda tez yurg'izar ekan va hozir qiladigan ishimiz juda ham g'aroyib bo'lishi mumkin. Xo'sh, xayr, aslaqalar. Endi esa keling o'zimni redstone aslaqalarim. Kirkasi ko'zimga katta ko'rinyaptimi yo'q hammaga shu ko'zim xato ko'ryaptim, tushunmayapman. Qaraylik, bir katta bu boshqa aslaqalarga qaraganda. Katta. Aytgancha bu necha o'rin edi? 6 o'rin aslaqa bo'lsa, bu nafik 9 o'rin. 8 o'rin yig'irlanmagan. Chin ursin. Lapis qanday bo'lmasa? O'z tushib blok. Lapis. Lapisni endi qanday olamiz? Mayli, shu aslaqalarga roziman. To'xtang. Hozir pastga pastga. Mayli, hozir emas. Xo'sh. Biz endi fullmiz. Endi esa hozir asosiy qiladigan ish u lapis topdim, yana ko'p. Portlat. Malach bitta creeper orqali men bir nechta quyonni o'ldirdim desam bo'ladi. Xo'sh. O'ylanadi hozir. Alalakakachi qilib turardi mana. Zarba berardi ana urug'i.
Ush, bu yerlar nega bunday qilyapman? Men o'lib qolish ehtimolim bor. Voylan, buncha ko'p suv. Asab ko'rinarkan. Ush. Qabrildi, yopildi. Yotog'imni olib, bu yerga checkpoint sifatida qo'yib qo'yish. O'lib qolsam shu yerda paydo bo'laman. Tayyor. Xo'sh, buni sindiraman. Buni qo'yaman. Yotog'ni bosaman. Endi esa bitta ish qoldi. Hozir men lapis 9 ta oldim. Bu aslaqalar yomon emas. Yotog'imni hozircha bu yerdan olmayman. Bir-birini ye, go'shingni ye. Ayir. Menga farqi yo'q, menga jang kerak. Jang deydi. Jang bering menga. Jangchiman men. Mana jangchi, haqiqiy mard. Qo'rqmaydi, to'y. Lekin mard. Xo'sh. Mard deymanki, o'zimni urab qo'ya hozir. Mana orqamdan solib ketishmasin, alloh. Oy, tayyor. Yaxshi. Biz endi xotirjam lapislarni qaziy olamiz. Va bu yerda aniq yarim stak chiqadi. Lapis aslaqalar nima qilish mumkin effekti? Menimcha tunda ko'rish bersa kerak, taxminimcha. Chunki nima desam, mis aslaqa ishma bermadi. Tak redstone tezlik berdi menga. Qizilda tezlik, mana ko'rtasizlar, oyoq kiyim qizil. Shunga aytyapman, bu tunda ko'rish berishi mumkin-da. Yo', bir stak bo'ldimi? Bir stak bo'lib ketibdi. Voho. Xo'sh. Hop. Tak. Xo'sh, do'stlar, men bu lapis aslaqalar nima qilishim bildim. Bu sila kuch berar ekan. Ikkinchi yomon emas. Demak, bu 9 o'rin bo'lsa, 10 o'rinda ketadi. Xo'sh, qani. Xo'sh, yana bir gap, men bug o'rgan bo'ldi. Bug emas. Qisqasi, lapis bilan redstone birlashtirib, ham tezlik ham strange kuch olib turibman. Demak, bunday qilsam tezlik ham ikkalasam ikkinchi bo'lib qolar ekan. Demak, shunday qilib yurishim kerak. Xo'sh, wow, lonotu. Oh. Ye. Yo'q, betaringni. Aytgancha, buning qilichi ham 9 o'rinli ekan, 8 deyarli bir xil, lekin kirki juda mayda ekan. Detskiga o'xshatibdi qisqasi kirkasi. Xo'sh. Yana qayta tepaga chiqishim kerakmi? Lava gul. Yo'q. O'sha bir blokka tushar ekanman deb qo'rqib ketibman. La'nati. Yo'qol. Yaqinlashma. Xo'sh. Va lapis aslaqalar ham yomon emas, redstone ham. Tezlik 2 normalniy, juda yaxshi tez emas, sekin emas, normalniy, o'rtancha. Xo'sh, endi esa bu olmos. Lekin menga bir tenga qimmat. Xo'sh, to'xta, aytgancha men hali bilmayman. Obsidian qo'lay oladim. Aytgancha lava qani? Ha, mana. Yo'q. Nollo. Tezlik bu. Xo'sh, qani. Olmadimmi?
Bay bo'lib qolyapti. Xo'sh, va obsidian beradimi, yo'qmi? Va yo'q, berar ekan. Серьезно? Unda zo'r. To'xta, aytgancha. Bitta buni sinab ko'rmaymiz. Hozir men mana bu lapis kirkachani ham sinab ko'raman. Nega aynan kirkacha turishini qaraylar buni. Xuddi artefakning Lucky kirkachasiga o'xshayotibdi, kichkinagina. Xo'sh. Ha, berar ekan bu ham. Tushunsin. To'xta, bu tursin. Xo'sh. Menga redstone yaxshi. Katta ko'rinar ekan. Bekor shuncha lapis kovladim va asliqlarni yasadim, bir xil ekan. Xo'sh. Ikkita itak menga hozir 10 ta kerak. Nega 10 ta 20 ta emas? Sabab men shunday qaytaman. Kvarts asliqlarni yasasam, zumrad asliqlarni yasa olmayman. Chunki juda video uzun bo'lib ketadi. To'g'ri tushunasizlar. Xo'sh, kvarts asliqlar endi taxmin qilib ko'ramiz. Bu kuch berdi, demak, har xil hammasi. Yo, to'xta, balki bermas. Sabab mis asliqaga hech qanday qobiliyat bermadi. Ko'mir bilan mis qobiliyat bermadi. U berarmikin endi? Qiziq savol. Kvarts asliqalar berarmikin qobiliyat yo'q? Mayli, ko'ramiz keyin. Va bu asliqalar juda yaxshi ekan. Obsidianni ham kovlay olar ekan. Demak, bu oddiy o'yinlarda juda ko'p kerak. Sabab biz olmos topishimiz kerak bo'ladi, lekin bu olmos shart emas ekan. Redstone lapis ham kovlay olar ekan. Lekin mis bilan kovlab ko'rmadim-da. Shu misni ham bilib olsam yaxshi edi-ku. Mayli, uni keyin bilamiz. Ko'mir, misni bilmayman, kvartsni ham. Olmos, itak, oltin ham kovlasa kerak obsidiandan. Yo, oltin ham noma'lum, sabab u ana-ku. Tushish ehtimoli kam oltin yo balki tushar, lekin aniq bilmayman. Xo'sh. Deyarli suv ana bo'ldi. Bo'ldi 10 ta. Xo'sh, la'natga uchragur, bu yerda shag'al bormi? To'xta. Ana shag'al. Temir ham bor. Xo'sh. Kellari. Sen kimsan sen? Kimsan? Sabzi tushdi. Qiziqda, shu zombilar kartoshka sabzi nimaga tushadi? Aloqa bormi yo'q? Qanday aloqa qiladi bu? Men sabzi bilan kartoshka ferma zombilarga pul berganman. Qiziqda, o'stan. Shu atrofda shag'al, mana shag'al. Xo'sh. Hech nima ko'rmay qoldik deyarli. Umid qilamizki, u kremniy tushish ehtimoli ko'proq. Xo'sh. Va yo, what's up? Xo'sh, nima tashlasak? Mana bu name tag. Nima bo'ldi hozir? Xo'sh. Name tagni tashlab boramiz va o'rniga buni olamiz. Hozir. Xo'sh, men zachkaga yasay oldim. Endi esa faqat bitta ish qoldi. Portal qurish. Portalni men shu yerga quraman. Qarshiliklar bo'lmasa agar, qarshilik bo'lsa ham to'g'ri tushunasizlar. Va men aytmoqchiman, uzr so'rayman, chunki men anchadan beri jonli efir qilgan, 50 tadan oshdi, lekin jonli efir qilganim yo'q. Nima qildim portalni? Jonli efir qilolganim yo'q, sababi nima desam, men kuzatishadimi yo'qmi uncha bilmayman. Shuning uchun sal bo'ldim. Keyin ham nima haqida video olishni bilmadim. To'g'ri tushunasizlar va kelchi bu yerda checkpoint qoldirsammi? Junim bor. Xo'sh, mayli. Hop. Ayyo.
Endi faqat kvars yasaymiz. Bilaman, zumrad aslaha yasalgan yo'q, uni topish qiyin endi, to'g'ri tushunasizlar. Endi videoni o'z baland chiqib ketibdi, uzr. Portal tezroq yonsa, kvars qazib. Agar hozir qizil qalbasidan paydo bo'lsam, lekin hayron qolardim. Xo'sh. Oho, hali ko'p kutamanmi? Tez paydo bo'lsa-da bu ham. Shunday paydo bo'lgan zahot tushib ketsa, voy. Norson shunchalik ham rasvo joyda paydo bo'laman. Mayli, unchalik rasvo emas ekan. Bitta ish qoldi. Qanday desanglar, sariq narsachalar ko'rinyaptimi sindirgan paytim? Yo qizil o'ngron topsam, yo kvars bir shu yarim stak kvars topish azob bo'ladi-yu. Azob bo'ladi deb o'ylasam, bir g'alati uchqunchalik chiqibdi, kimdir ko'rayotganmiz. Qo'ygan chiqdi-da. Yo'q, bitta kvars. Oho. Nima edi bu? Gaz bu ne? Odamni shuncha qo'rqitaman. Hoppa, endi mana bu la'natlama chaltar tepamda kvars turibdi ekan. Portaldan paydo bo'lgan zahotim. Hop. O'q tugadi. Mayli, kellaring. Birga bir kel. Bittada ketaman shunisi. Chunki menga ham kuch ham turibdi. Nima olmoqchi? Xo'sh, nima olib qo'ydim o'rniga? Hamma boltani tashlaymiz. Xo'sh, bo'ldi. Bu yerdan ko'proq kvars bor ekan. O'tib ketdim. Yo'q, bu yerda ham kvars kam. 2 dona kvars. Bu kvars hali meni ko'p azoblasa kerak. Xo'sh. Ana ko'rdim. Oy. Shuni olsin. Aytgancha bu yerda tezlikni kamroq ishlatishim kerak. Lavaga cho'kib ketdim kelmayapti. To'xta. Tezlik 1 ga tushishi kerak edi. Bo'ldi, 1 bo'ldi. Tezligimiz ham ajoyib tarzda 1 bo'ladi. Bu yerda ko'proq ekan kvars ancha. Yo'q, bekor aytdim. Olsun. Shu non yemasam. Xo'sh. Kvars boshqa yo'q. Bo'ldi. Endi yana shunday qilib ko'p kvars kovlash kerak. Bor ekan mana shu yerda, mayli. Bu yerda oldingilarga qaraganda pichi bo'lsa ham yaxshiroq ekan. Mana yaxshiroq kvarslar ham bor ekan, ko'proq ishlaydigan. Xo'sh. Do'stlar, menda 16 ta yana shuncha kerak. 16 tani ham o'z zo'rg'a topdim-ku. Xo'sh, endi qayerga borib topishim kerak?
Boshqanisiga o'xshayotgan ko'proq. Qani bu yerga kecha. Qara. Hop. Lanati. Endi bunisi. Gaz. Shaqalaqa beryapti ko'proq. Uy. Lanati. Yomon gazdan. Xo'sh. Spam bo'lgan joyimdaman. Shu zahoti kirib ketaman. Nezerda endi ko'proq qolishimizga to'g'ri keladi. Chunki bizga kvars kerak, shuning uchun. 5 daqiqa o'tar-o'tmas deyarli 3 ta skelet bosib ketdi. Xo'sh. Chamonni shunday qilib kuchaytirib olaveramiz. O'q-dori ham ko'payishni boshlayapti va mana headshot. Bu kamonga ta'sir qilmaydi mana nima? Kuch 2 mi o'sha? Teparoqqa lekin endi nima qilamiz? Kvars aslahalarini ham to'liq qilganimiz yaxshi edi. Xo'sh, bu tomonroqqa tushaylikchi. U tayyor. Aka, mashinani sal sekinroq haydang. Uyda bo'lsam ham shu mashinaning ovozi shunday yaxshi kelyapti. Seriozmi-da? Gazni bosib haydab ketyapti. Kim bo'lsa ham. Endi bu kattaga kamasini keldi. Endi bunisi yetmay turibdi. Ketdi menimcha bu. Chunki ovoz bor. Kvars. Xo'sh. Tezroq qurib borib, kvarslarni olib va nihoyat biz aslahalarni yasaymiz. Zumrad aslahani yasalmagani uchun yana bir uzr so'rayman. Olmos nezoratlarini aytdim sababini. Xo'sh. Qanday? O'shaning tepasiga ekan. Shundan tepaga qarab qurish kerakmi shundan? Hop. Wow! Bu yerda 32 ta chiqadi. Nihoyat. Biz video oxirligiga ham keldik. Video esa ancha kam cho'zildi. Uzr so'rayman. Bittasi ham olovga tushmasligi kerak. Bular to'g'ri kvars, lekin olovga yonadi. Qiziqdi, nazorat olovga yonadimi? Aslaha emas, anosi nima? O'zi nazorat. Obsidian yonadi, qanchalik qattiq bo'lmasin. Voy! Qarang, следующий. Проверяю-ка, имеет еще. Молодец. Urishinglar, go'shingni mingtalar. Ayar, sen sehrlangan kamoning bor. Wow. Qaraylar, 4 dan 5 dan uzun yopib tashladim-da shular. Bular emasda hali. Menga sabr berdi. Ovqat yeyamiz. O'qdori, suyak hammasini olamiz. Uylanadi. Voy! Shu nursin.
Ey akajonda, apajonda deydi-ku. O'zbekiston shu teshikni yutmasam. Boshimni bitta to'xta, demak, mana nechtada? 29 ta. Voy lanat, bitta hamma. Xo'sh, qo'y birlashtiramiz. Bu yerda kvas ko'p olmasin. Va bizda 34 ta bo'ldi. Qana boshladik. Katta aslaha, bu safar adashmayman. Kichkinasi. Va nima edi? Oyoq kiyim va bosh kiyimi. Kvarsni o'zi ham kerak. Topdim. Bo'ldi. Bu qanday? Bu olovga qarshilik berar ekan. Va aslaha qanday ko'rinar ekan? Xo'sh. Wow. Aslaha ancha chiroyli. Lapis aslahalar. Redstone. Va agar men buni bosh kiyimda kvarsniki, bu lapisniki va redstone, 3 ton lapinoniki, ikkita keyin menga siyla kerak bo'ladi. Xo'sh, bu endi ko'ramiz-da. Tayyor. Xo'sh, aslaha yomon ko'rinmayapti. Buni kirkalari ularni necha o'rinli ekan? Qilich 9 o'rin. Kirkasi qanday ko'rinadi? Yasolmayman, chunki inventlarimga joy yo'q. Kirka xunuk ko'rinar ekan, boltasi ham. Xo'sh do'stlar, bu video oxirlab ham qoldi. Xo'sh, video ham oxiriga yetib keldi. Ko'rib turganlaringizdek, endi to'g'ri tushunasizlar. Xo'sh, agar hali kanalga yangi bo'lsangiz, iltimos obuna bo'ling. Biz 100 ta bo'lishimiz kerak va bu modlar qayerdan olganimni aytaman. Endi esa xayr. Like bosish ham eslaringizdan chiqmasin. Jonli efir qilishimiz ham balki qo'limdan kelsa qilaman. Sog' bo'lasizlar. O'ldirar endi skelet.